Assalomu alaykum bo'lajak startaperlar. Meni ismim Bardaxon Artixajayeva. Men Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi startap tashabbuslar loyihasining mentoriman. Bugun biz sizlar bilan Customer Development va Lean Startup usullari bilan tanishib chiqamiz. Bugun siz bilan o'z tajribam bilan ulashmoqchiman. 2018-yilda Lipach loyihasiga asos solganman. Bizning loyihamiz farmatsevtika sohasida yangi mahsulotni ishlab chiqarishga maqsad qo'ygan. Albatta, bu mahsulotni ishlab chiqarish uchun biz retseptni ishlab chiqarganmiz, xomashyo va uskunalarni sotib olganmiz. Hattoki qadoqlash materiallari dizayni ishlab chiqarilgan. Bir necha vaqt so'ng mahsulotimiz tayyor bo'lganda, mahsulotimizni bozorga olib chiqib, mijozlarga taklif qilishni boshlaganmiz. Lekin afsuski, biz kutgan natijani ola olmaganmiz. Mijozlar bizning mahsulotimizdan foydalanishga tayyor bo'lmagan va shu bilan birgalikda bizning korxonamiz zarar ko'rgan. Natijada biz vaqt va resurslarni yo'qotganmiz va bizning kompaniyamiz salbiy natijaga ega bo'lgan. Bugungi kunda afsuski 50% startup loyihalar aynan shu sababli muvaffaqiyatsizlikka erishishga asos bo'ladi. Buni oldini olish uchun bizga Lean Startup usuli yordam berishi mumkin. Lean Startup usuli mashhur amerikalik tadbirkor va yozuvchi Erik Ries tomonidan taklif qilingan. Erik Ries The Lean Startup nomli kitobida asosiy 3 ta bosqichga e'tibor beradi. Build, Measure, Learn. Bozorga yangi mahsulotni taklif qilishimizdan oldin prototip tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Shu bilan birgalikda biz maqsadli auditoriyamizning mijozlariga aloqaga chiqib, ularga o'z prototipimizni taklif qilishimiz mumkin. Bu yerda ikkinchi qismimiz boshlanadi. Ikkinchi bosqichda bizning mijozlarimiz bizni prototipimizni foydalangan holda o'z fikrlarini va takliflarini berishlari mumkin bo'ladi va biz uchinchi bosqichimizda barcha takliflarni va fikrlarni o'rgangan holda mahsulotimizga yangiliklar kiritishimiz mumkin bo'ladi. Bu qismi pivot deb nomlanadi. Bu jarayon bir necha marta takrorlanishi mumkin va natijada biz aynan bizning mijozlarimiz foydalanishga tayyor va mijozlarimizning talablariga javob beradigan mahsulot yaratishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda qanday maqsadli auditoriyani belgilash va shu bilan birgalikda mijozlar bilan qanday samarali muloqot tashkil qilish haqida savollar juda ham o'rinli. Bu savollarga javob berish uchun bizga Customer Development usuli yordam beradi. Customer Development usuli amerikalik tadbirkor Steve Blank tomonidan taklif qilingan. Bu usulda biz asosiy 4 ta bosqichga e'tibor beramiz. Birinchi bosqich bu Customer Discovery. Haqiqatan ham bugun biz yechmoqchi bo'lgan muammoga duch kelgan mijozlar bormi? Ular nechta va bu muammoni hal qilish uchun nechta pul sarflashga tayyor? Shu savollarga javob berish uchun biz so'rovnoma va intervyu o'tkazamiz. So'rovnoma va intervyu tugagach, biz ikkinchi bosqichga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu bosqichda biz mijozlarimizga prototipimizni taklif qilamiz va ular shu prototipimizni ishlatib, bizga fikr, mulohazalarni ulashlari mumkin bo'ladi. Bu fikrlar yig'ilgandan so'ng, biz aynan bizning mahsulotimiz mijozlarimizning talablariga javob berishligini aniqlaganimizdan so'ng, uchinchi qismiga o'tishimiz mumkin. Uchinchi qismimiz bu Customer Creation, ya'ni mijozlarimizning sonini ko'paytirish. Bu yerda qanday katta bozorga kirish va shu bilan birgalikda mijozlar bilan samarali muloqot tashkil qilish haqida savollarga javob berishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, katta bozorga kirganimizdan so'ng va katta kompaniyani boshqarish uchun bizga tajriba va bilimlar kerak bo'ladi. Shu bilan birgalikda biz siz bilan Customer Development 4-bosqichiga o'tamiz. Bu yerda samarali kompaniyani boshqarish va shu bilan birgalikda doimiy mahsulotni yangilagan holda mijozlarning talabiga javob beradigan mahsulot yaratishga qaratilgan bilim va tajribalar haqida gap ketadi. Hurmatli startaperlar, albatta, loyiha tayyorlash jarayonida siz muammo va qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Lekin Customer Development va Lean Startup usullar sizga samarali mahsulot yaratishga yordam beradi. Biz ham salbiy natijadan so'ng Customer Development va Lean Startup usullaridan foydalangandan so'ng bozorga yangi mahsulotni taklif qilib, daromad olishni boshlaganmiz. Men o'ylaymanki, barcha jarayonlarda Lean Startup va Customer Development usullari
kompaniyani boshqarishda va samarali mahsulotlarni yaratishda yordam beradi. Darsimizni yakunida yana bir kitobni sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Simon Sinek Start with Why. Bu kitobimiz nafaqat samarali mahsulotlarni yaratish, nafaqat mijozlardan to'liq muloqot qilish, balki aynan nima uchun mijozlar ba'zi mahsulotlarni tanlashi yoki tanlamasligi, qancha pul sarflashligi haqida savollarga javob berishga yordam beradi. Hurmatli startaperlar, barchalarga omad tilayman va keyingi darslarimizda ko'rishguncha.